Muammo bo'lsa, bu qizil rang ko'rsatadi. Demak, aytadiki, ismingiz kim? Halima. Halima? Onam ismlari ekan, qarang. Halimaxon, qarang, aytadiki mana, Halimaxon, qara, qizardi, demak, seni yuragingda muammo boshlanyapti. Yuragingga ahamiyat bergin dedi. Lekin siz sezmayapsiz. Siz shunga qarab bilib olasiz. Demak, yuragimni tekshirtirishim kerak ekan, demak, muammo boshlanyotgan ekan, siz o'sha oldini olasiz. Yoki yashil rangga kirib qoladi, yashil rang bo'ladi, mosh rangga o'xshab qoladi. Mana bu sharfingizga o'xshagan rang kirganlar ham bor. Mana bu ko'proq shunga o'xshayapti menda ham. Demak, o't pufagingizda yoki oshqozoningizda muammo boshlanadi, lekin siz sezmayapsiz uni. Siz buni ko'rasizda, demak, bu oshqozoni bilan anaqami o't pufagimni tekshirtirishim kerak, bor tekshirtsangiz sizda o'ta yo vaspalenniya boshlanayotgan bo'ladi yoki tosh yig'ilayotgan bo'lsa, siz shuni oldini olasiz. O'tib ketgandan keyin davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshiroqmi? Ana qarang, bu diagnostika ham qilib beradi. Shunaqa aqlli narsa. Shuning uchun bu kasal, bu selkamizda masalan qarang, yassi oyoqni oldini olasiz. Artritni, artrozni, grijani, poзвоночный qiyshliqlarni, sahrlarni anaqa qilib. O'zi ishimiz biza kasallik oldini olishimiz kerak, davolash emas. Agar bittasi agar o'ziga ahamiyat nechta kasal kelib chiqadi. Bitta shuni o'zi bilan siz nechta kasallik oldini olgan bo'lasiz. Oldini olgan yaxshiroqmi? Kasal bo'lgandan ko'ra, to'g'rimi? Ana ko'ringiz, mana shunaqa xususiyatlari, natijalar chiqdi bizga. Rahmat.